Nima deyishimni esimdan chiqaryapman, lekin to'xtang. Charpiyaviska. Jamoa shu yerda. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz 2 oy ichida qilingan sa'y-harakatlarimizni natijasini ko'ramiz. Ya'ni bugun bizda birinchi kun webinar bo'ladi. Gulruxoyim Yusupova va piaristkalar jamoasi bilan birgalikda mana shuncha ish qilindi va bugun natijasini ko'ramiz. Ilohim maksimal darajada insonlarga foydali, manfaatli qilib o'tkazaylik. Bu uchun hamma sababini qildik. Ilohim yuzimiz yorug' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bizda webinar boshlanishiga 27 minut vaqt qoldi. 17 minut ekan, hayajondaman. Prosmotrlar men kutganchalik bor. Endi qancha odam efirga kiradi? 17 minutdan keyin bila olamiz. Qanchaysiz yaxshi bo'ladi hammasi. Yengil ish bo'lgani uchun ozgina xavotir bor. Biz webinarda podдержкаga keldik и o'rgangani keldik. Bugun tim uchun muhim kun. Вот, Shodiyani. Nima deydi, o'ylab turgan g'oyalar uchib ketib, faqat yaxshi bo'lsin. Hammasi ko'proq odam kirishini anaqa kutyapmiz, duo qilyapmiz. Nima deydi? Qancha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan oxir hammasi zo'r bo'ladi. Вот. Hammasi zo'r bo'ladi, tugamagan. Qo'shinaman.